Salom, hurmat. Salomat bo'lsangizlar. Bu ukamizni ko'rasizlar. Shu ko'chaga borishni qiladi. Bu ham mana shu. Buni ham borib ko'ramiz. Alloh subhanahu taolo tamom xayr-sevarlarimizdan rozi bo'lsin. Bu kishi bu raqam oilalarga va niyozmandlarga yordam beradilar. Uylarni inshaalloh uyisini olamiz, xizmatlaringizga sharik qilamiz. Yordamlaringizni va zakot tavziyalarini inshaalloh hatman mustahiq homillarga mana bu raqam kishilarda dunyoda xayriyat qayg'ulash inshaalloh xizmatlaringizga. Mana vatan aziz birodarlarimizni uylari bular bir qorigar ekan. Kiroya, mana shu oylik kiroya ekan. Alloh subhanahu taolo rozi bo'lsin butun xayr-sevarlarimizdan ki shu oylik bu raqam xonadonlarga yordam beradilar. Alloh taolo umrlaringizga xayr barakat bersin. Mana bu ya'ni o'zlaringiz qazoat qilaveringizlar, videodan qazoat qilinglar. Avlini ichkarisini olsang ijozatmi inshaalloh? Xo'p. Mana bu uyi. Mana bu uyi. Mana vasoylar. Mana bu joylari. Mana bu joylar, xayr-sevarlari mana ko'rasizlar. Bir o'toqqa bu kishilar zinaga qiladi. Borga necha nafarsizlar? 10 nafar bir o'toqqa zinaga qilasizlar. 10 ta mayda-bacha, 10 ta mayda-bacha, nima bular hammasi bir o'toqqa zinaga qiladi. Alloh rozi bo'lsin. Uyda insoniga 10 nafar bilan ko'mak qiladi, yordam beradilar. Bular 10 nafarmi o'sha? Ha, 10 nafar ashula, 10 nafar ashula, katta kichik arasida 10 nafar bilan. Mayda qiz, o'g'il 10 nafar.